Haliyam ko'chadan shubha bilan hot-dog sotayotgan bo'lsangiz, bu retseptni ko'rishingiz shart. Ilk suvimizga tuz, 2 qoshiq shakar, droji va yog' solamiz. Mana tanlovimiz loboda yog'lari. Hammasini aralashtirib, unimizga qo'shib yuboramiz. Aralashtirib yumshoqqina xamir qoramiz, keyin tayyor xamirimizni yog'lab oshirishga olib qo'yamiz. Bir pas toshib chiqqan xamirimizni olib, mazza qilib ezg'ilib olamiz. Xamirimizni bo'lakligi bo'lamiz. Men 8 ta bo'laga bo'ldim. Sizlarga ham shuni maslahat beraman. Bo'lingan xamirimizni ozgina tindirib, keyin yoyishga o'tamiz. O'ralishini xuddi shu usulda qilishingiz mumkin. Ustiga tuxum sariqlarini surib, shu bilan yana 1 soatga tindirishga olib qo'yamiz. 200 gradusda taxminan yarim soat davomida pishirib olamiz. Nima deb o'ylaysiz, ko'chaniki yaxshiroqmi yoki uyda qilingan? Nima pishirsangiz ham birinchi duxovkani qizdirib, keyin u narsalaringizni pishirishga qo'yishingiz kerak. Hot-dog sborka jarayonini ko'rishingiz mumkin. Shunaqa oddiygina hot-doglarni yaxshi ko'raman. Ustidan slobodani mayonez ketchuplarini qo'yib, xohishga ko'ra chipsdan ham sepib olsangiz bo'ladi. Ishoning, ko'chada sotilgan hot-doglardan o'lsa-o'liga ortiq. Mazasi juda ham zo'r chiqadi. Bulочкалari yumshoq. Albatta, siz ham shu retsept bo'yicha tayyorlab ko'ring. Ishonaman, sizga juda ham yoqadi. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.